Assalomu alaykum O'zbekiston. Bugun sizlarga fermamda qilayotgan navbatdagi ishimni ko'rsataman. Bugun biz otlar uchun ozuqa tayyorlaymiz. Otlar uchun pichan tayyorlaymiz. Mana bu yashil maydonimizga qarasak, otlar ancha boy tortganini ko'rasiz. Chunki bu mollar uchun emas, bu otlar uchun. Agar mollar uchun ozuqa yoki pichan tayyorlamoqchi bo'lsangiz, otlar yosh paytida ertaroq orib olishingiz kerak. Chunki mollar uchun ozuqada ko'proq energiya bo'lishi kerak. Ichida ko'p oqsil bo'lishi kerak. Lekin bu holda otlar uchun biz buni xohlamaymiz. Biz ko'p strukturali eski otlarni xohlaymiz va kamroq energiya hamda kamroq oqsil bo'lishini istaymiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerdagi barcha otlar gullash davrining oxirida. Bu otlar uchun orishning aynan to'g'ri vaqti. Bu yerda gullash davri tugayapti yoki allaqachon tugagan. Odatda Germaniyada bu jarayon xuddi shu yilgidek iyun oyida bo'ladi. Endi men texnikamni ko'rsatmoqchiman. Germaniyadagi aksariyat fermerlar, men ham faqat shu turdagi o'rgichdan foydalanamiz. Bu yerga qarasangiz, bizda kichkina disk bor, ammo faqat ikkita pichoqli. Va buning yaxshi tomoni shundaki, yuqori tezlikda harakatlanishimiz mumkin. Va hech qachon xalaqit bermaydi. Bu pichoqlarni o'tkirlash shart emas. Bilasizmi, agar biror shikast yetsa yoki vaqt o'tishi bilan tobora yumaloqroq bo'lib borsa, bu pichoqni aylantirib boshqa tomonini ishlatishingiz mumkin. Va keyin shunchaki uni almashtirishingiz mumkin. Shuning uchun bu pichoqlarni hech qachon juda o'tkir qilishingiz shart emas. Otni orayotganimizda nima zarur? Zarur narsa shuki. Juda past kesmang. Shu yerda 8-10 santimetrni ko'ryapsiz. Bu bizning maqsadimiz. Agar pastroq kesilsa, keyingi muammolarga duch kelasiz. Keyingi videolarda sizga ko'rsataman. Muammo shundaki, ozuqangizga iflos narsalar kirib qolishi mumkin. Buguncha shu. Keyingi videoda keyingi bosqichni ko'rsataman. Bu otni quritish uchun nima qilishimizni